Mana shunday bir chiroyli holatda hayot davom etib ketayotgan paytda juda bir xatarli ishlarning biri boshlanadi. Va keyin Yajuj Majuj chiqadi. Yajuj Majuj chiqqanda unda oldingi ahvol holva bo'lib qoladi. Yajuj va Majujning soni shu darajada ko'p bo'ladiki, quyidagi hadisga quloq solamiz. Yajuj Majuj bir daryoni dengizdan o'tib ketsa, birinchi safdagilari. Orqa safdagilari bir paytlar shu yerda dengiz bo'lardi deb o'tib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mu'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi. Ya'ni yegan hech narsa qolmaydi degani. Yegil hech narsa qolmaydi. Ertalabki nonushta subhanalloh bo'ladi. Ovqat yemaydi, yo'q ovqat. Peshinga Allohu akbar, kechqurun alhamdulillah bo'ladi. Yo'q, boshqa hech narsa yo'q. Ildiz chaynab bo'lsa ham turishadi o'sha yerda. Ular yer yuzida ularni ro'parasida turadigan hech bir inson bolasi qolmagandan keyin tug'yonga ketishadi. Ya'ni urushadigan hech kim qolmadi ularga qarshi. Shunda aytishadiki, yerdagilarni o'ldirdik. Endi osmondagilarni o'ldiramiz. Shunda ulardan bittasi qo'liga nayzani oladi-da, osmonga uloqtiradi. Sahih hadislarda keladi. Nayza uchi qon bo'lgan holda tushadi. Alloh taoloning bir